Assalomu alaykum. Mana bugun juma mashina bozoridamiz. Xudo xolasa Gentra Cobalt avtomobillarini syomka qilib ko'rsatamiz. Mana boshlaymiz ekan. Assalomu alaykum. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz. Nomerini olishga ruxsat berilmadi. Xo'p, yil necha aka buni? 2024-yil 19.000 kilometr yurib o'tgan deb aytilyapti. Kraskasi aka buni. Kraskasi toza deb aytilyapti. Salon holatlarini ko'rsataman. Eshik ko'rinishlari. Hidi ham ketmoqda. Ichkaridan ko'rinishlari. Motor holatlari. Motor hadovoyda ishi yo'q. Mashinaning holati juda ham a'lo darajada ekan do'stlar. Yoqdan ko'rinishlari. Aka qancha bu yurgan? 19.000 bo'lyapti probega aka. Probe 19.000 deb aytilyapti. Hali gaz ham qo'yilmagan, adashmasam. Yo'q, propan bormi aka? Yo'q, benzin. Benzinda ekan mashina akalar. Zapaska balonlari. Pul necha pul deyapsiz aka? Pulini aka 12.000 kami bor. 12.000 dollar kami bor. Naqd variant, Naqd sotaydi. faqat naqdga. Xo'p. Barterlar bor. Qanaqa mashinalarga barterlar bor? Jim. Faqat jem mashinalarga barterlar bor ekan. Xo'p, aka nomeringizni aytib qo'ying. 88lik 88lik 332 23 45. 2345 nomerlarga aloqa chiqib ko'rasizlar. Hujjatlarda muammo yo'q, gina nomiga o'tkazib berilaverar ekan. Aka, bozoringiz bersin. Cobalt avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, aka, buni kraskasi-chi? Toza. Toza yurgani? Naryoqda karnizda mashincha petnosi bor. Xo'p, nari tomonda karnizda bir g'arishga bormasdan petnosi bor deb aytilyapti. Motor holatlarini ko'rsataman. Aha. Motor hadovoyda ishi yo'qmi aka buni? Ishlari yo'q, xudo xolasa. Xo'p, motor hadovoylarida ishlari yo'q deb aytilyapti. Nega hujjat chiqaradi? Metallar o'rnatilgan. Hamma hujjat bilan ishi bitaveradi deb aytilyapti. Salon holatlari. İç görünüşleri. Bagaj holatları. Boshda görünüşleri. Aka, buni pulini necha pul deyapsiz? Pulini 8600 dollar baho aytyapmiz. 8600 dollar baho aytilyapti ekan do'stlar. Xo'p, variant naqd. Bankka berishim mumkin, keyin naqdga beradi. Faqat naqd ekan. Xo'p, Xo'p, barter bo'laveradi. barter bo'laverar ekan jem avtomobillariga. Qani nomeringizni aytib qo'ying aka? 77lik 77lik 429 429 59 59 telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Cobalt avtomobilimiz yil necha aka buni? 2019-yil yurgani? 192 ha? 190 ming kilometr yurib o'tgan ekan. Kraskasi aka buni? Xo'p, kapotini uchida petno bor deb aytilyapti do'stlar. Motor hadovoyda ishi yo'qmi aka buni? Xo'p, motor hadovoyda ishi yo'q deb aytilyapti. Qo'ygan joylari kraskasi toza deb aytilyapti. 4-pokoleniya metan gazi qo'yilgan. Do'stlar, salon holatlari. Eshik ko'rinishlari. Hop, ichkaridan ko'rinishlari. Sizdan ko'tarib qo'yasizmi aka? Ko'ringlarda ham zo'rdan qo'yilgan ekan. Ichkaridan ko'rinishlari mana.
190 ming kilometr yurgan. Mayli aka, bagajda ham ochib qo'ying, ko'rsatib qo'yaman. Orqadan ko'rinishlar. Qozon holati mana juda zo'r holatda ekan. Gaz ballonlari. Xo'p, aka buni bozor qildimi? Endi chiqdi aka. Birinchi bozormi? Ha, Birinchi bozor, hali bozor qilmagan. Pulni necha pul deyapsiz aka buni? 9,5 ming o'tib beramiz aka. 9,5 ming dollar o'tib beramiz deb aytilyapti. Naqd variant qanaqa yo'llar aka? Faqat naqdgami? Faqat naqdga barter yo'q, a? Faqat naqd pulga sotilar ekan, barter yo'q ekan. Qadrlanuvchilar, nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 289 289 20 29. 20-29 telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar aka. Bozor Cobalt avtomobilingiz 2020-yil kapotda kraskasi bor deb aytilyapti. Qolgan joylari toza ekan, motor hadovoyda ishi yo'q. Yurganini aytib qo'ying aka. 323 ming kilometr yurib o'tgan ekan. Xo'p, hozir motor holatini ko'rsataman. Xo'p. Mana motor holatlari. Pokoleniya propan qo'yilgan ekan, 90 talik bir zapravka bilan 900 kilometrgacha yuradi deb aytayapti. 900 ming kilometrgacha. Xo'p. Oldi holat ko'rinishi. Eshiklar. Salon ko'rinishidan. Ko'ringlar solib qo'yilgan, tayyor aka, akalar. Aka bagajni ochib qo'yasizmi? Xo'p. Orqa holatlari. Gaz ballonlarining holati. Xo'p, qozon holati. Yaxshi darajada ekan. Xo'p, aka buni variantga beriladimi, berilmaydimi? 4,000 5,000 bo'lsa yetmaganda kelishaveramiz variantga. Xo'p, 4,000 5,000 puli borlarga variantga 5-6 oy kelishaveramiz deyapti. O'zi puli necha pul aka buni? Eng yaqin narxi 8300 dan ozgina beramiz. 8300 dollardan o'tib beramiz deb aytilyapti. Telefon raqamingizni ayting aka. 90lik 90lik 381 381 33 33 22. 22 telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar aka, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, Xo'p, Cobalt avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 187 ming kilometr yurib o'tgan. Xo'p, motor hadovoyda ishi yo'qmi aka buni? Xo'p, motor hadovoy zo'r deb aytilyapti. Eshigini tepa qismida ozgina bir qarshi yetmasdan petnosi bor ekan, qolgan joylari toza deyilyapti. Xo'p, oladigan odamlar ko'rsatib oladi albatta. Motor holatlari. Old salon ko'rinishlari. Orqa tomoni. Ko'ruvlar tashlangan. Salon ko'rinishlari. Qozon holati yaxshi. Zapaskalari ham joyida ekan. Hop. Mana shunday ko'rinish. Aka, buni puli necha pul deyapsiz? 9200 deyapti. 9200 dollar narx aytilyapti ekan, kami bor deyilyapti. Variant naqd. Naqdga Faqat naqdga variant yo'q do'stlar. Xo'p, aka telefon raqamingizni ayting. 99lik 767 00 24 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka buni 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 45 ming kilometr yurib o'tgan ekan do'stlar. Xo'p. Aka kapot bosib qo'yasizmi, iltimos? Xo'p, rahmat. Motor holatlari. Motor hadovoyda ishi yo'qmi aka buni ham? Bo'ldi. Motor hadovoylarda ishi yo'q deb aytilyapti. Motor holatini ko'rdinglar mana. Yaxshi go'zal holatda. Xo'p. Salon qismi. Orqa salonlari.
Korobka ekan. Aka, bagaj pulti ochiladimi? Orqa tomondan ko'rinishlar. Tomon ko'rinishlari sumkasi bor ekan. Hop. Ozoq holatlari, zapaskalari joyida. Aka, buni puli necha pul? 11.700 dollardan o'tib beramiz deb aytilyapti. Bu ham faqat naqdmi yo variantga chiqadimi? Bank. Xo'p, barter bor ekan bunisiga, lekin naqd pul ekan. Aka, telefon raqamingiz? 99lik 767 0024 telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Xo'p aka, bozoringlar bersin. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2015-yil 130 ming kilometr yurib o'tgan ekan. Kraskasi aka buni? Kraskasi tomon oldi orqa kirgan. Xo'p, oldi orqa krilolarda ishlangan joylarda kraskasi bor deb aytilyapti. Ishlangan, sepilgan adashmasam. Diskala qo'yilgan ekan, balon holatlari. Polni shunga qilinganmi? Ha, navrotlari bor ekan. Oh. Olasan, minasan deganlari bor ekan. Hop. Orqa tomondan ko'rinishlari. Eshik holatlari. Hop. Do'stlar, navrotlar qilingan ekan, rol qo'yilgan, start stop qo'yilgan. Ishlar qilingan ekan. Ko'ringlar solingan. Orqa tomondan ko'rinishlar. Aka, buni pulini necha pul deyapsiz? 7900 dollar aytyapsiz. Naqd variant? Faqat naqdga. Xo'p. Motor hadoylarda ishi yo'qmi aka buni? Motor hadoylarda ishi yo'q. Motor holatini ko'rsatib o'taman. Metan gaz qo'yilganiga 1 oy bo'ldi. Undan oldin 95 benzin yurgan. Oldin benzinda yurgan ekan, 1 oy bo'libdi. Metan gaz qo'yilganiga. Mana mashinaning holati yaxshi. Polni shunga qilingan, diskalar qo'yilgan, start stoplar qo'yilgan, rol qo'yilgan. Qisqa qilib aytganda olib minadigan. Xo'p, aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 33lik 056 056 03 03 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 8000 qancha dedi? 8700 dan o'tib beramiz deb aytilyapti. Kraskasi aka buni? Kraskasi toza, motor hadoyida ishi yo'qmi? Xo'p, motor yangi qilingan deyilyapti. Motor holatlari, motor hadoyida ishi yo'q. Xo'p. Salon holatlari, shikli holatlari. Orqa tomondan ko'rishlar. Bagajni ochib qo'ying aka. Mashina ko'rinishlari. Balon holatlari. Hop, propan qo'yilgan ekan. Aka, nechtalik bu? 65 talik propani bor ekan. Qozon holatlari yaxshi holatda. Mana zapaskalari ham bor. Xo'p, aka, bu naqd variant qanaqa yo'lga sotiladi? Faqat naqdga. Uzr. Hop. Birinchi bozormi aka bu? Ikkinchi bozor. Bozor necha pul qildi aka? Sir bo'lmasa. 8200 ga berilmagan. Xo'p. Tushunarli. Telefon raqamingizni ayting aka. 93lik 102 42 43 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p aka, bozoringlar bersin. Xo'p, navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 10000 kilometr bosib o'tgan ekan. Motor holatlarini ko'rsataman, gazlari bor.
Orange pokoleniya gazlari bor ekan. Xo'p, motor hadovoy ishi yo'q aka. Go'zal holatda, ha. Balon holatlari. Salon oldi ko'rinishlari. Chexollar qadalgan. O'riklar tashlangan. Ichkaridan ko'rinishi. Hop. Avtomat korobka. Orqa tomondan ko'rinishlari. Qozon holatlari a'lo darajada zapaskalarga ham turibdi joyda. Mashina ko'rinishi. Aka, buni puli necha pul? 12200 dollardan tushib berasizlar. Naqd variant? 8000 pul bo'lsa 3 oy berilaveradi. 7-8. Xo'p, 7-8 ming puli bor odamlarga 3 oy vaqtga variantga chiqaveradi deb aytyapti. Telefon nomeringizni ayting aka. 94lik 297 01 71 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, ikkinchisi 77lik 208 2000 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Xo'p, navbatdagi Cobalt avtomobilimiz. Aka, buni yili necha? 17. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yurganichi? 297 ming. 297 ming yurib o'tgan. 3-pozitsiya Aziya. 3-pozitsiya Aziya deyilyapti. Xo'p, motor hadovoylarda ishi yo'qmi aka buni? Tushunarli. Motorning holati, motorda rasxoti yo'q deb aytilyapti azizlar. Moshdan holatlari. Balon holatlari. Salon qismini ko'rinishlari. Orqa tomon ko'rinishlari. Ichkaridan ko'rinishlari. Kim 17-yil. Aka, bagajni ochib qo'yasizmi? Bilan borasanmi, chochka? Ichki ko'rinishlari. Qozon holat. Zapaskalar bor, yaxshi holatda ekan. Boshdan ko'rinishlar. Aka, pulini necha pul deyapsiz buni? 8200 dollar aytilyapti. Naqd variant? Qani naqdga variant yo'q. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 97lik 305 04 03 mi? 04 04 telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar.